Nimaga oddiy xalqni darrov olib kirib qo'yaverasizlar. Darrov qanaqadir so'rovlar berib yuborasizlar. Apellyatsiya ham o'tashni qolib ketaveradi. Va amaldorlar ushalib bo'lsa darrov qanaqadir bir guruh chiqib qoladi shekilli. Darrov yoqqa yugurgan, advokatlik qilgan. Keyin qarasang chiqib kelaveradi. Prezidentning himoyasidagi voyaga yetmagan yetim qizlar to'g'risida. Shularni olib kelib ishqiy munosabatda bo'lganlarga jazo chorasi menimcha unaqa avvalo birinchidan qo'yib yuborildi. Keyin bir 2 yilma 1 yil berib qo'yishdida qutulishdi. Yana bitta tushunmaganim, shuncha talon-tarojlikka yo'l qo'yganlarga 3 yil hokimiyat organlarida ishlash, umrbod ishlash mumkin emas. Nafaqat o'zi, bola chaqasi ham ishlamaydi endi deysizlarmi? 3 yildan keyin yana bir yerda o'tiraveraman endi. Qanday tushunsa bo'ladi? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz hamyurtlar. Barchangizga hozir yangi mavzu bo'ldi. Shuni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Meni kuzatib borayotgan hamyurtlarimizga diqqat bilan ushbu mavzuga quloq solishingizni va fikr chiqarishingizni so'rayman. Sababi mana kecha ommaga tarqalgan yangi xabar. Andijon viloyatini hokimini o'rinbosari investitsiyalar va sanoat va savdo boshqarmasi boshlig'i bo'lgan bir paytlar Botir Hamroyevni sud 7 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Uni jinoiy sheriklari ham bor edi. Menimcha ular 30 kishini tashkil qiladi, juda ko'pchilik edi. Va kecha yangi xabarlarga ko'ra apellyatsiya sudi bu qaror noto'g'ri chiqargan sudya. Bunga juda katta og'ir jazo berib yuborilibdi deb bu jazoni yengillikka almashtirib qo'yishibdi. Axloq tuzatish ishlari bilan va o'tgan yili qo'lga olingandan beri qamoqda o'tirgani uchun bir kunni qamoqda, bir kunni 3 kun axloq tuzatish ishlariga tenglab ular sud zalidan ozod qilib yuborishibdi. Ushbu hokim o'rinbosari viloyat hokimining o'rinbosari bo'lgan inson tintuv qilinganda uydan 3 million dollar pul chiqdi tintuvda deyilganida. Endi o'ylanib qolamizda, biz oddiy odamlarmiz. To'xta. Davlat xodimlari, huquq-tartibot xodimlari bu guruhda, endi hozir aytaveramiz jinoiy guruh deb. Nimaga? Sud ularni jinoyatchi deb tan oldi. Jazoni qanday berishdan qat'iy nazar jinoyatchi deb tan olgan. Xo'p, hokim o'rinbosarini, viloyat hokimining o'rinbosarini uydan 3 million dollar pul chiqqanini kim qanday izohlab beradi? Bu pul qayerdan kelgan? Katta amaldor uni uyda buncha pul nima qilyapti? O'zi shu pul bormidi? Bor bo'lgan bo'lsa sudda bu pulni kelib chiqish tarixi nima deyildi? O'rganildimi? U pul davlat hisobiga musodara qilindimi? Yo egasiga qaytarib berildimi? Oddiy gap shu yerdan boshlanadi. Demak, hokim o'rinbosari ushalyapti, tintuv qilinyapti, uydan katta summada, o'ta katta miqdorda bo'lgan chet el valyutasi chiqib kelyapti. Olib borib qamashyapti. Sud 7 yil beryapti, sheriklariga ham beryapti, qanchadir sroklarda. Apellyatsiya sudi buni bekor qilib yuboryapti. Ammo bekor qilib yuborib, yengil moddalar bilan 167 keltirilgan zararni o'rniga qoplagani uchun bularga qamoq jazosi berilmaydi, atiy qilinadi, lekin qamoqda o'tirgani uchun ozodlikka chiqarib yuboradi. Hammamizga tushunarli. Lekin tushunmaydigan joyimiz bor. Sabab bu yerda kim yana xatolikka yo'l qo'ydi? Huquq-tartibot idoralari noto'g'ri ishladimi? Noto'g'ri ushlab qo'yishibdimi? Bu pullar yo'qmidi? Bunaqa katta summada talon-tarojlikka yo'l qo'ymaganmidi bular? Bular jinoiy uyushgan guruh emasmidi? Chunki uyushgan jinoiy guruh bo'lsa 142 uni hali jazo chorasi juda og'ir. Endi shunaqa gaplar kelib chiqaveradi. Endi boshqa narsa. Yaqinda xuddi shunaqa boshqa ish bo'lganida. Bir fuqaroni urib komaga tushirib qo'ygani uchun 9 yil berganida sudya, keyin uni apellyatsioniy sud 3 kishi yengil jazo choraga almashtirib yuborganida xuddi shunaqa. Yo'q, keyin bu qarorlar noto'g'ri deb topilib,
4 sudya qamoqqa olinyapti va o'sha jinoyatchi yana ushalib kelib 5 yil 6 oy qamoq jazosi beryapti. Endi u yerda yakka o'zi bo'lgan. Bular bir to'da, bir guruh, 2 va undan ortiq shaxslar davlatga qarshi qilingan jinoyatlar sirasiga kirish kerak. Hali modda qo'yishda meni o'zimning fikrimda ular 10 ta tepaga chiqib ketgan. 167 emas, 157-modda bor. Davlatga xiyonat degan. Shu yerda davlatga zarar keltiradigan moddiy boyliklar haqida ketadi. Gap 157 da. Davlat xoini deb turib, nega statya qo'yilmadi? Bu statya qo'yilganda 10 yildan 20 yilgacha chor bo'lardi. Bu birinchidan. Ikkinchidan yana bir tomondan o'rganib ko'ramiz. Xalq birlashib o'zimizni, hali nima desa bo'ladi buni oddiy qilib aytganda, o'zimizni xohishimiz bilan biz prezident saylaymiz. Prezidentimiz shu davlatni boshqaradi, bizga yetakchi bo'ladi. Prezidentimiz esa viloyat hokimlarini tayinlaydi. Uni siyosatini qo'llab-quvvatlash, davlat manfaati uchun xizmat qilish uchun viloyat hokimlari o'ziga yordamchilar oladi. O'rinbosarlar. Botir Hamroyev ham xuddi shunaqa bo'lib kelgan. Shuhrat Abdurahmonov uni bilib turib u ishga qo'ygan. Prezidentga aytgan, prezidentda xalqning manfaati uchun xizmat qiladi, davlat uchun. Endi bo'layotgan ish berilgan mablag'larni, yangi ko'rinishdagi loyihalarni tushunishim bo'yicha o'zini shaxsiy, o'zini mansab vakolatidan chiqib turib, bular talon-taroj qilgan. Buni sud tasdiqlayapti. Zarar qilgan, talon-taroj qilgan, uni qayta joyiga qo'ygan deyapti. Sudga ishonamiz. Lekin 157-moddada davlat xoinlari davlatga iqtisodiy zarar keltirishi belgilab qo'ygan. Mana gap qayerda? Kimdir prezident qo'ysa, o'zini siyosatini ma'qullab, xalq manfaatida ishlaydi deb qo'ysa, unga vakolat berilyapti, moddiy boyliklar berilyapti, investitsiyalar. Bekarga uni egallagan mansabi ham investitsiyalar, sanoat va savdoni rivojlantirish boshqarmasi deyman. To'g'ridan to'g'ri kelib chiqyapti menimcha. Yo'q, bular aylanib o'tgan, boshqa yoqqa olib ketyapti, 167 bilan zararni to'lagan deb. Bo'pti, unda birinchi sudyani haydab yuboraylik. Nimaga 7 yil jazo chorasi berdik, qamoq chorasi? Qaysi biringlarga ishlaydi? Birinchi sudyagami yo ikkinchisigami? Qaysi biri to'g'ri bo'ladi? Xalq adashmasin, xalqqa to'g'ri ma'lumotlar beringlar. Mononi uyga boruvdik, 3 million dollar chiqdi. Yo chiqmadi. Noto'g'ri aytib qo'yibmiz. Uzr, kechirasizlar. Bizning shunaqa odatimiz bor. Birarda chiqib qoladi, birarda chiqmay ham qolaveradi, birarda yo'qolib ham qolaveradi. Xalqni nimaga ahmoq qilasizlar? Bittasi kelib turib, bular aybdor, jinoyatchi deb turib, jazo chorasini beryapti, qamoq jazosi. 3 tasi kelyapti-da, yo'q, bu noto'g'ri, bu sudya noto'g'ri qaror chiqargan. Mana biz to'g'risini chiqaramiz deb turib chiqarib boryapti. Zarar keltirilganmi? Keltirilgan. Bir guruh shaxslar birlashib keltirganmi? Yo hammasi hali bir yerda pul bor ekan, hammasi o'zicha kelib, ash pulni olib ketaverganmi? Qanday tushunamiz? Nima hokimda yordamchisi bo'lsa, boshqarma boshlig'i bo'lsa, uni bir narsa qilib turib chiqarib yuborish kerak. Gap tegib qolmasin. O'zi Andijon viloyati korrupsiya bo'yicha eng oldida yurganini hattoki prezidentimiz o'zi ta'kidlab gapirdi-yu. Abdurahmonov ko'zingni och. Prokuror ham yonida turuvdi, boshqalar ham yonida turuvdi. Qatta gapirgan. Oddiy xalq qana tushunish kerak bunaqa narsalarni. Biz o'ylayapmiz, mana bitta korrupsioner, korrupsion sxema qilgan jinoyatchilar to'dasi ushaldi deyapmiz. Endi sud bularga qonuniy baho beradi deyapmiz. 7 yil oldi deyapti. Keyin yo'q, buni yengillikka almashtirib yuboryapti. Adolatni qayerdan istash kerak? Va endi kim bunga javob beradi? Bo'lmasa huquq tartibot